O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun o'yinda chinakam tarix yaratdi. Qolgan bo'lsayam o'zbeklar uchun juda katta natija. Juda kuchli jamoa bilan munosib o'ynadi. 90 daqiqadan oshiq 98 daqiqa stadionda kuzatdik. Juda munosib qarshilik ko'rsatdi, yutishga bor jon-jahdi bilan harakat qildi. O'zbekiston terma jamoasiga ishonamiz. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda g'alaba qozonib, bu yoqdagi mag'lubiyatni yuvib yuborishadi. O'zbekistonga ishonamiz. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaganlar hamma langlak bosib, olg'a qadam bosinglar, yigitlar. O'zbekiston yutqizgan taqdirda ham biz uchun aziz. Har bitta jamoaning a'zolari biz uchun aziz. Ularni yutqizsa ham g'olib deb hisoblaymiz. Shunday deganlar like bossangiz hamma yoqda bosib qo'yishini so'raymiz.